Ochilov Abror C kategoriya ishlab turib 100% natijani qo'lga kiritgan o'quvchimiz Baftor Belashkada Grand Prix sohibi bo'ldilar. Marhamat. Yaxshiroq o'qishlaymiz. Bu eng ko'p natija C kategoriya bo'yicha. 2025-yil 30-sentyabr kuni Toshkent shahridagi Yapon Digital universitetida ustoz Pro tomonidan o'tkazilgan mental arifmetika darajalash sertifikati bo'yicha bo'lib o'tgan olimpiadada Qarshi shahar 10-maktab 2-sinf o'quvchisi Ochilov Abror qatnashib, o'z yoshi va kategoriyasi bo'yicha faxrli 9-darajani qo'lga kiritib qaytdi. Hamda 2025-yil 11-12 oktyabr kunlari Xorazm viloyatida Nargiza Ideo tomonidan tashkillashtirilgan O'zbekiston Respublikasi ochiq olimpiadasida ham qatnashib, 100% natija bilan eng yuqori bosqichni egallab, Grand Prix sohibi bo'ldi.